Bugungi salatimizning nomi qarsildoq baklajan. O'zbekchada baklajon. Shunaqa shaklda kesib olamiz. Keyin bizga kerakli mahsulotlar pomidor, kashnis, ukrop. Baklajanlarimizni tuzli suvda ivitib qo'yamiz. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar aryoji sousi, kukuruzni kraxmal yokida oddiy kraxmal va un. 3 qoshiq unni 3 qoshiq kraxmal solib, ustidan iliqroq suv solib aralashtiramiz. Aralashmaymiz smetana holatiga kelishi kerak. Mana smetana holatiga ham keltirib oldik. Suvda turgan baklajanlarimizni olamizda quruq salfetkalar bilan artib chiqamiz. Artib bo'lgandan keyin unli kraxmalli massaga solib olamiz. Qizib turgan yog'ga solib qovurib olamiz va mana shunaqa holatiga keladi. Keyin esa ayoji sousimizni ustidan solib chiqamiz. Keyin ko'kat, pomidor hammasini aralashtirib olamiz. Aralashmadan keyin mana shunaqa bay vkusnyat.